Qaynona degani har doim ham haq degani emas. To'g'ri, ularni ona sifatida hurmat qilishimiz shart. Lekin har doim ham haq bo'lavermaydi. Vijdonan, aqlan olib qaraydigan bo'lsak, 50 yoshli qaynona 20-25 yoshli kelinidan talab qilayotgan narsalari ba'zi o'rinda aqlga sig'mas ekan. Non qilishni eplolmaydidir ekan. Men 18 yoshimda boshlaganman dedi keliniga. Non qilishni 15 yoshimizda non qilganmiz biz dedi. U davrlarda har bitta uyda tandir bo'lardi. U davrlarda telefon, internet zamon unaqa rivojlanmagan. Qizlarimiz asosiy ishi uy yumushlari bo'lgan. Universitet, institut degan narsalar ham unaqa rivojlanmagan. Hozir qizlar zamon rivojlangan, magazinga chiqib to'rtta non olib keladi. Non qilishni bilmasligi tabiiy holat. Qaynonalar u 50-60 ga kirib, hayotiy tajribasi yetarli bo'lib turib, endi yurishni o'rganayotgan kelindan o'zi xohlayotgan narsalarni talab qilishligi bu kulgili hamda.